Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Belgiya poytaxti Bryusseldagi Yevropa parlamentida faoliyat olib bormoqda. Belgiya poytaxti Bryusselda Markaziy Germaniyadagi Uyg'ur yoshlar tashkiloti, ya'ni Uyg'ur Youth Initiative 2025-yili 7-oyning 17-kunidan boshlab yoshlarni tarbiyalash kursi o'rinlashtirgan bo'lib, bu faoliyatga Dunyo Uyg'ur qurultiyidan qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin, qurultay uchur axborot markazining mudiri va qurultayning arab tili bayonotchisi Iftixor Abdurashid, qurultay yoshlar komitetining mudiri va Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi Rizvona Ilhamlar taklif bilan qatnashgan. Faoliyatning birinchi kuni, ya'ni 17-iyul dunyoning har qaysi joylaridan Belgiyaga yetib kelgan yosh siyosiy faoliyatchilar, Yeshillar partiyasining Belgiya parlament a'zosi Samuel Kogolatti va qurultay hay'atining qatnashishida Bryussel universitetida Xitoyning chegara hal qilgan bostirishi va uningga qarshi turish temasida munozara va leksiya o'rinlashtirgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumratay Erkin bu faoliyatda Xitoyning chegara hal qilgan bostirish haqidagi xalqaro siyosatchilarning ko'z qarashi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dokladlari va hozirgacha Xitoyning chegara hal qilgan bostirish haqida o'tirg'i chiqqan masalalarni cho'ridab, yoshlarga buningga qanday muomala qilish va qarshi turish haqidagi tajribasi haqida leksiya bergan. Samuel Kogolatti apandi bo'lsa, o'zining Uyg'ur irqi qirg'inchiligini Belgiya parlamentida tonitish, o'zining Uyg'urlarning da'vosi qatnashishi va Belgiya parlamentining Xitoy va Uyg'ur masalasi haqidagi ko'z qarashlarini o'tirib qo'yish bilan birga, Uyg'urlarning da'vo sepida bundaq yoshlarning bo'lishi va ularni bu yerda ko'rganligidan mamnun bo'lganligini bildirgan. U so'zining oxirida vatanimizning ismini Sharq Turkiston deb tilga ilib turib, o'zining bu da'voda Sharq Turkiston ozodlikka qo'lga kelgan qadar Uyg'urlar bilan bir saf turadiganligini ifodalab, nutqini guldiras olqishlar ichida "Yoshsun Uyg'ur xalqi, Uyg'urlarga ozodlik" degan jaranglik shuarlar bilan oxirlashtirgan. Zumratay Erkin bu faoliyat bilan parallel holda Yevropa parlamentida bir yurish faoliyat olib borgan bo'lib, u stansimizning ziyoratini qabul qilib, Yevropa parlamentida olib berilgan Hong Konglik faoliyatchilarning doklad berish yig'inida Uyg'ur irqi qirg'inchiligi va Uyg'ur majburiy emgaki haqida o'zining fikrini o'ttirib qo'ygan. Bu qitimki Belgiya safarim shu Germaniyadagi Uyg'ur yoshlar inisiatividan meni Brükselga chaqirib, shu Xitoy hukumatining chegara qilgan bostirish siyosatini tafsiliy tushuntirib va shu yosh aktivistlarga, yosh faoliyatchilarga qanday qilsa o'zimizni qo'llab qolamiz va bo'lib Xitoy chegara qilgan bostirish siyosatiga qarshi tura olamiz degan temada bir 2 soatlik so'zlab berishimni talab qilgan va shu o'xshash fursatdan foydalanib bu hafta Yevropa parlamentining ta'tilga chiqishdan burun eng oxirgi haftasi. Shunga bu fursatdan foydalanib nurg'ulg'an yana parlament a'zolari bizning Yevropa parlamentidagi do'stlarimizni ko'rishib, bular bilan ta'tilga chiqishdan burun bir ko'rishgan bo'ldim va buni undan sir yana atdigan shu Hong Kong Watch degan tashkilot o'zlarining yangi chiqqan bir dokladini Yevropa parlamentda tunishtirdi va buningga Engin Eroğlu parlament a'zosi shu yig'inni o'rinlashtirgan, bu yig'in qatnashgan fursatdan foydalanib, men shu dokladi bo'lib shu Hong Kongdagi mablag' silish va Xitoy shirkatlar bo'lib Uyg'ur irqiy qirg'inchilikdan foydalanayotgan shirkatlar Xitoy Hong Kongning bursiga tizimlatish sababidan deb bir yangi doklad chiqaribdi. Bu dokladning ichida Uyg'ur majburiy emgak to'g'risida to'xtalib o'tibdi va bo'lib Amerikadagi Uyg'ur majburiy emgak mollarini to'xtatish qonuni Uyghur Forced Labor Prevention Act to'g'risida ma'lumotlar bor ekan. Shundan shu fursatdan foydalanib biz qanday qilib shu Hong Kong va Uyg'ur masalasini Yevropaning ichida va Yevropa parlamentidan o'tgan, Yevropa komissiyasidan o'tgan qonunlar orqali qanday o'tirib qo'ya olamiz bu masalani deb savollarni so'ragan bo'ldim va shu bizning boshqa xalqaro tashkilotlar bilan birlikda qaytadan
Uyg'ur masalasida yana bir qitim fikrlashgan bo'ldik. Bu faoliyatning ikkinchi kundagi programmalari Yevropa parlamentida elib berilgan bo'lib, bu faoliyatga Yevropa parlamenti a'zosi Lukas Zipa qatorliqlar qatnashgan. Yevropa parlamentidagi bu faoliyatda Dünya Uyg'ur qurultiyi vakillari Yevropa parlamentining har qaysi komitet va Uyg'ur irqi qirg'inchiligiga ko'ngil bildigan parlament a'zolari bilan ayrim uchrashuv elib berib, Uyg'ur irqi qirg'inchiligining hilmi ham davom qilayotganligi, Xitoyning chegara halqagan bostirishlari va Xitoyning Uyg'ur irqi qirg'inchiligini oqlash uchun elib berayotgan ta'tir tashviqotlari va eng yangi uchurlar haqida suhbat elib berib, Yevropa parlamentining Uyg'ur majburiy amkini to'xtatish uchun taxmi konkret qadamlarni etishning zarurligini ta'kidlagan. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi assimilyatsiya va qirg'inchilik siyosatidan biri Uyg'urlarning kishi va ismlari va Sharq Turkistondagi yer-joy nomlarini o'zgartirish, Sharq Turkistonning tarixini burmalash bo'lib, buning ichida uzun yillardan beri Uyg'urlarning aslida o'zlarining davlat xonliqlarini qurib kelgan, mustaqil tarix, din, madaniyatga ega Xitoydan ayrim bir millat va davlatlik tarix o'rnini o'chirish va o'zgartirish uchun insoniyat tarixidagi eng vahshiy va eng past siyosatni ishlatib kelayotgan edi. 2018-yillari Qashqardagi Qutbiddin Mazariya yezisining ismini Qizilgul kentiga, Aqchi noyasidagi Ahmasjid yezisini Ittifoq kentiga, Xo'ja Eriqi yezisini So'gat, Dutar yezisini Qizilbayroq, Shoyardagi Mazarg'ojam yezisining ismini Qizilbayroq degandek o'ydirma ismlarga o'zgartgan edi. Yaqında Xitoy ijtimoiy taratqularida yana Sharq Turkistondagi ba'zi yer-joy nomlarini o'zgartganlik haqida uchurlar tarqalgan bo'lib, Uyg'urlarning yaqinqi zamon tarixidagi eng chong qarshilik harakati bo'lgan Barin inqilobi yuz bergan joy, ya'ni Barin yezisining nomini, Toshqo'rg'on noyasi va boshqa bir necha yerning ismini Xitoy ismlarga o'zgartganlik haqidagi xabarlar tarqalgan. Xitoy hukumatining vatanimizning yer-joy nomlarini o'zgartish bilan qolmay, yolg'on tarix o'ydirib, Manju ishg'oli davridagi Manju xalqiga xizmat qilgan shaxslarning tarixini Xitoy tarixiga bog'lab kuchab tashviq qilishimi, buning mustamlik ostidagi vatanimizning tarixini burmalash, yangi avlodlarning va chet ellik sayohatchilarga saqt uchur tarqitib, ularning Sharq Turkistonning tarixi haqidagi ko'z qarashini o'zgartirishga urinishdan iboratdir. Dünya Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas xonim 17-iyul Amerika poytaxti Washingtonda FBI, ya'ni Federal tekshirish idorasining Xitoyning chegara halqagan bostirishini maxsus tekshirish ishxonasi bilan ko'rishib, Xitoyning chegara halqagan bostirishi, siyosiy faoliyatchilarni nuqtaliq holda hujum nishoni qilishi, Amerika va dunyoning har qaysi joylarida Uyg'urlarni nazorat qilish qatorliq bir qator masalalar haqida suhbat elib borgan. Roshan Abbas xonimning stansimizga bildirishicha, uning Tiz Bikmas bir Uyg'urning erkinlik yo'lidagi kurishi nomli kitobining saxta nusxasi payqalgan. Bu kitobning saxta nusxasida Roshan Abbas xonimning kechirmishlari, tashabbuslari burmalangan va tuhmat qilingan. Bu haqda Roshan Abbas xonim Xitoy hukumatining maqsadi kishilarning nazarini Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatidan uzoqlashtirish. FBI bilan bo'lgan suhbatda bu masalani o'ttirib qo'yib o'tildi degan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keng qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.